Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, hammangiz sog' salomatmisiz? Musofirda yurgan aka-ukalar, Parvoz aka-ukalar. Aka-ukalar, videoda ozgina bir muammo bo'lsa uzrli oldin uzrimni so'rab qo'yaman. Hozir svet nimasi kun yorishmadi, soat hozir 7. Bir mavzu bo'yicha bitta video qilmoqchiman. Nimaga deganda savollar bo'ldi aka-ukalarimizdan. Mana shu tuxumini yeb qo'yapti degan mavzuda. Mana shu jo'jalarimiz mana hali tuxum ko'rmagan, mana yosh jo'ja ikkalasi ham. Hozir oldiga tashab ko'ramiz. Mana shunaqa suniy tuxumlar yasash kerak-da. Oldiga tashab ko'ramiz. Mana bitta ko'radi-da bu, ko'rmagan narsasini. Mana cho'qib ko'radi aka-ukalar. Kuzatsangiz bitta ikkita cho'qib qo'ydi. Mana cho'qib turibdi. Mana shunaqa bexosdan yangi tug'gan jo'jalar o'rtaga tug'ib qo'yishi mumkin-da. Keyinchalik bu ana shu hozir cho'qib ko'rdi. Yeb bo'lmasligini bilib nariyoqqa o'tdi. Bu tajribada. Masalan, mana shu vaqtda shuni cho'qigan payti yorib qo'ysa, boshqa parrandalar ham keyin buni cho'qib, mazasini olgandan keyin tuxum yeyishga o'rganib ketadi. Bu bir. Ikkinchi, bu kalsiy mineral moddalar, kalsiy moddalari yetishmasa ham bu tuxumni yeyishi mumkin. Aka-ukalar, mana hozir ertalab keldik, mana axlatini o'tirgan yerlarni to'kkan. Bu haqida mavzu qilganmiz. Buni sirasi ertalab olib tashlash kerak. Mana boshqa yerlarga uncha to'kmaydi-da. Keyinchalik hozir 1 soat 2 soatdan keyin buni boshqa yerlarga ham tarqatib yuboradi. Bu yana bitta mavzu. Keyin hozir ko'rdik, kuzatdik, mana u yosh jo'ja cho'qib ko'rdi tuxumni. Nimaga deganda bu bilmaydi-da hali. Endi tashab qo'yamiz. Mana shu tug'ish yaqinlashganda, xudo xolasa tashab qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda hozir katta parrandalarimizni kuzatamiz. Katta parrandalarimiz masalan qanday qaraydi tuxumga. Mana umuman e'tiborsiz. Tuxumga umuman e'tiborsiz. Qaramadi ham. Nimaga deganda bu narsalar tashalganda bu biladi. Bu narsani yeb bo'lmaydigan narsaligini biladi. Akalar, ukalar. Shuning uchun ham tegmaydi-da tuxumga. Endi bu bitta varianti. Buni qanday yasaymiz degan savol tug'iladi. Stroy materiallarda puva degan kilay bo'ladi. Puva kilay qurilish mollari sotadigan magazinlarda puva kilay bo'ladi. Ana shu puva kilayni oddiy gipsga qarib, mana shunaqa shaklga olib kelasiz. Bir masalan 3-4 tani yasasangiz, masalan mana shularni oldiga bu yerga shu yuradigan yerlarga 3-4 tani tashlab qo'ysangiz, buni cho'qib ko'radi. Keyin bu yeydigan narsa emasligini bir nima qiladi, keyin yeb bo'lmasligini bilgandan keyin agar mabodo mana shu jo'jamiz bu o'rtaga tug'ib qo'ygan hollardan haqiqiy tuxumga tegmaydi. Endi bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi variantlari ko'p. Masalan, maxsus tug'adigan nima bo'ladi hozir endi og'zaki tushuntirishim qiyin. Bu maxsus uskuna, masalan, parranda tug'gandan keyin yumalanib ketib nima qiladi. Yana bitta varianti mana shunaqa xonalar yasab qo'yishimiz kerak. Bu parranda tug'ishga kirgandan keyin yana ichkariga yurib
qarang'iroqqa tug'ish kerak. Bu yerda xot bor mana. 40-50 santimetr, pashta 60 santimetr xot bor. Mana shu yerdan kirib, ichkariga mana bu yerga tug'adi-da bu. Tuxumi ko'rinmaydi. Bu balandda. Shunday yerlarga tug'sa, tuxumni yeb qo'ymaydi. Keyin maxsus tug'adigan nimalar ham yasash mumkin. O'zi tug'gandan keyin dumalab ketadi. Parranda tuxumini yeb bilmaydi. Bu yana bitta varianti. Endi avvalambor parrandalar tuxumni qachon yeydi? Parrandalar bir ham shu jo'ja makonlar tajribasiz jo'ja makonlar o'rtaga tug'ib qo'yish natijasida tuxumlarni shu nima ekan deb cho'qib ko'rish natijasida bu yorilsa mazasini bilsa yeydi. Bu modda yetishmasa ham modda yetishsa. İkinci varianti parrandalarda masalan kalsiy moddalar yetishmasa, makro mikro elementlar yetishmasa bu tuxum yeydi. Nimaga? Sababi mana shu tuxumda parranda uchun kerak bo'ladigan modda bor-da. Shu uchun kalsiylarni ko'p beramiz. Veterinar aptekalarda suyak unlari beramiz. Xudo xolasa hammasi joyida bo'ladi. Keyin parrandaga masalan vitaminlarini ko'p berishimiz kerak. Xudo xolasa mana shunday sun'iy tuxumlarni qo'yib qo'ysangiz, parrandangiz umuman tuxumga qaramaydi. Akalar, ukalar, endi yana bitta narsa, kommentariya masalan ko'p akalarimiz yozadi, savolimga javob bermadingiz. Yo'q. Akalar, ukalar, kommentariya yozishdan, like bosishdan charchamang. Nimaga deganda, men har bitta kommentariyani o'qib, o'qiganimni isboti uchun yurakchani bosib qo'yaman. Akalar, ukalar, bu har bitta odamga bitta javob berish, o'ziga отдельный kommentariya javob yozish imkoniyati yo'q. Nimaga deganda, sizlar ko'pchilik, men o'zim bittaman. To'g'ri tushunishimiz kerak. Meni boshqa ishlarim ham bor. Vaqtim boricha, imkonim boricha javob beraman. Ana shu uchun kommentariyama javob bermadi deb kommentariya yozmay qo'ymang. Yozing. Hamma kommentariyalarni o'qib ko'rib, shu xullas umumiy bir nimadan problema bo'lib tursa, shu to'g'risida video ishlashga harakat qilaman-da. Shu muammolar, shu qaysi muammo ko'p bo'lib turibdi, xullas kalam. Endi yana bitta narsa, Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'tsangiz, bu yer juda ham foydali. Silkasini mana shu videoning tagida, kommentariyani boshida qo'yaman. Akalar, ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Shuning uchun e'tiborli bo'lasiz. Bu har qanday parranda tuxum yeb qo'yishi mumkin. Bu modda yetishmovchiligiga ham qaramaydi. Yuqorida aytgandek, masalan, shu yoriq tuxumlarni yeb bir mazasini bilib olsa, yeveradi-da. Eng yaxshi usuli shu sun'iy tuxumlarni oldiga tashlab qo'ysak, parrandalar yemaydi. Akalar, ukalar, sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.